Hammaga assalomu alaykum. Bizda keyingi navbatdagi savdodan uyimiz ko'pchilik so'rab turgan Urganch yo'lining bo'yinida Olsuetlarning orqasida joylashgan ikki namlali uylarimizda bo'ladi. Avzo bilan tanishib aqllarni yaqinlaymiz. Ko'chadan kirganda o'ng qo'lda kattaroq xonasi bo'ladi. Bu kundalik o'tirgan xonangiz ham bo'ladi, yo zal etsangiz ham bo'ladi. Yaqinimizda esa ko'chadan kirganda chap qo'lda xonamiz bu spon. Remontlarini oddiy remont qilibdi. Bir qator remontlarga mehr berish kerak. Bir azroq pul suy kelsa, ham zo'r chiqadi, uy bo'ladi. Bu yoqda esa bu zal. Zal mana abo ishlangan. Bu yoqda vanna sanuzellanadi. Albatta remontlar ishlangan va mehmonlarni atak nima unday ko'p remontidan ko'p berilmagan, e'tibor berilmagan. Bu yoqda kuxnyasi, gazlari, mebellari bor, usullari manasiz ishlab turibdi. Burada gaz svetlar hech qanday muammo yo'q. Arqa bilan tanishtiramiz. Arqa yog'ini ham atsiz yetmagan sploshni yetib tashlagan arqa yoqda. Pajamniy fotam tushgan, arqadan ko'cha bor, garajga kirib chiqadigan ko'cha bor. Bu yoqqa nesini kotolxonasini yana sal kengaytirib ishlayotganlar. Sirtqi hojatxonalarda bor. Kran, yer kranan qolgan bo'lga, если что svet bo'lmay, ariston nazoz ishlamay qolgan bo'lsa, yer krandan bemalol suv olib foydalansangiz bo'ladi. Uyimizning avzo bilan ko'rib chiqinglar. Adreslar Urganch yo'lining bo'yida Olsuetlarning orqasida exit yo'ldan aytib o'tdik. Ko'rmandagilar ko'rsatamiz. Bahasi $18,500 ga beriladi. Bizimda qolgan krediti bor. Krediti 100 milliondan oshiq krediti bor. Yili esa 13 yil. Oylik to'lamlari 2 million, 2,5 million atrofida to'lanib turibdi. Qiziqib ko'ramandagilar ko'rsamiz, qolgan to'liq ma'lumotlar uyning ustida gaplashamiz. Bahasi ham uyning ustida kelishiladi. Bizdan uzoqlashmang, sizlar bilan men